Güzel shahar İstanbulning dengiz bo'yidagi Arambaxsh mahallasi Selimpaşaga joylashgan Uyg'ur ilm ma'rifat vaqfi tarafidan ta'sis qilingan o'quv Uyg'ur bilik yurti diniy va fanniy bilimlarni o'qitishni asos qilgan qo'sh liniyalik sistemalik to'liqlama ma'rif tuzumidagi yotoqli maktab bo'lib, bu maktab ma'rifatparvar diniy ustozlardan Abdulg'ani Qutubi va Habibullah Kusanilarning zo'r kuch bilan mablag' to'plashi va selishi shundaqla Uyg'ur jamiyatidagi bir qism ilm so'yarlarning moddiy va ma'naviy jihatdan qo'llab-quvvatlashi natijasida Uyg'ur milliy ma'rifini Turkiyada bixlandirish arzusi bilan 2014-yili Selimpaşa rayonidan 4835 kvadrat metr yer setib olib, 2 yildan ortiq jafoliq qurilish qilish natijasida eng dastlabki 4 dona sinipi, 4 nafar o'qituvchisi va 30 dan ko'proq o'quvchisi bor bo'lgan kichik bir tarbiyalash markazidan bugungi kundagi har biri 8550 kvadrat metrlik qurilish ko'lamiga ega 2 o'qitish va yotoq binosi, 200 dan ortiq muntazam o'quvchisi va 30 dan ortiq o'qituvchi ishchi xizmatchisi bor bo'lgan sistemalashgan boshqarish tuzilmasi va bir qadar mukammal o'qitish programmalariga ega zamonaviy o'lchamlik maktabga aylantirib, xalqimizning chet ellardami o'zimizning ona til maktabi bo'lishdan iborat yuksak g'oyasini muhojiratdagi Uyg'urlar ichida tunji bo'lib ro'yobga chiqardi. Bu maktab qurilgan qisqagina 4 yil ichida ojizlikdan kuchayib, kichiklikdan zo'rayib, o'quv ilmin kamal topsin, aziz xalqing nijot topsin shuar ostida islomiylik, ilmiylik va zamonaviylikni o'zining ma'rif prinsipiga aylantirib, aqidalik, axloqliq, millatparvar, ilm so'yar va har qaysi taraflardan atrofliq yetishgan davrga mos yetakchi avlodlarni yetishtirishni g'oya. Bir avlod diniy bilim asosi puxta, milliy burch tuyg'usi kuchli, fanniy bilimlarda a'lochi, ruhiyati sog'lom, iqtidorli o'quvchilarni tarbiyalashni bosh nishon qilib, bugünkidek barcha xalqning qalbidan cho'nqur o'rin olgan, diniy va fanniy bilimlar bilan atrofliq tarbiyalash ilib boradigan xo'sh yo'nalishlik ilm ma'rifat bo'liqiga aylandi. Mukammal bo'lgan sistemalik boshqarish tuzumi orqali Turkiyada ona tilda o'qitishni ilib bora oladigan keng ko'lamlik, muntazam bir maktab bo'lmasligidek eng zarur bo'shliqlarning birini boshlamchilik bilan to'ldirgan o'quv Uyg'ur bilik yurti maktabi zamonaviy ma'rif tuzilmasi bo'yicha boshqarayotgan iqtidorli boshqaruvchilarning yetakchiligida kun sari mexanizmini eng ilg'or shaklda taraqqiy qildirib bormoqda. Maktabimiz 2 binodan tarkib topadi. Bir o'g'il binosi, bir qiz binosi. O'g'il binosiningki ko'lami 4000 kvadrat metr, qiz binosining ko'lami 4000 kvadrat metr. Maktabning yerini 850 ming dollarga sotib oldik. Qurilishiga yagi bo'lib, hozir 3 million 200 ming dollar atrofida pul qachildik. Sinfdan o'g'illar binosida 12 sinf, qizlar binosida 12 sinf, umumiy hammasi 24 sinf bor. Yotoqdan 120 yotoq bor. Hozir maktabimizda o'qiyotgan 260 bola bor. Yotoqda yetib o'qiydigan boladan 150 bola bor. Bizningki ma'rif xarakterimiz din bilan fan birlashtirilgan qo'sh yo'nalishlik to'liqlama ma'rif. Bizningki asosli ma'rif prinsipimiz islomiylik, milliylik, ilmiylik. Ballarımızın hammasi fanniy maktabda o'qiydi. Biz qo'shimcha fanniy maktabning darsini o'qitishdan birga ona tilni bak asos qilamiz. Qo'shimcha vatan so'ygusi, vatanga bo'lgan tavallikka bak ta'kidlab ballarimizni idisiga singdiramiz. 200 o'g'il, 200 qiz qabul qilish niyatimiz bor. Lekin hozir hamda bir yotoqda yotadigan bolalardan 150 bola bor. Sirtdan keladigan bolalardan 260 bola bor. Bir ehtiyojlarimiz to'lqanmaganlikdan ham o'qituvchilarimizni soni az bo'lganlikdan hozir shuncha qildik. Ammo maktabimizga 400 o'quvchi patadi. Bolalarimiz atigan soat 6 dan boshlab 8 gacha bir haftada 2 soat Qur'on darsi, 3 soat inglizcha, 2 soat matematika, 2 soat turkcha, 2 soat fan, haftada 10 soat dars o'qiydi. Bu atigan o'qiydigan dars. Tushdan keyin ona til bilan o'zining maktabida o'qib kelgan darsni takrorlab beramiz. Ana keyin topshiriq ishiltimiz. Billa namoz o'qiymiz. Biz mayli vatan da'vosi qilayli, mayli xalqaro o'zimizning mavjudligini isbotlaydi deydiganmiz, kasbiy odamlarni tarbiyalashimiz kerak. Agar fan o'qisa dindan asosi bor. Din o'qisa fandan asosi bor. Bu dunyoni tushungan, o dunyoni tushungan. Din bilan qurollangan, fan bilan qurollangan odam bo'lsa, vatanimizning davosi davomlashishiga bo'lsa, vatanning davosini davomlashtiradi va ham taraqqiy qildira oladi. Agar davlatimiz qurib qolsa, davlatni yashigan shaxslar, mushunday shaxslar, shuning uchun biz millatga avangardlarni, sarxillarni tarbiyalashimiz kerak. Bu sarxillarning milliy, diniy, ruhiy bo'lish kerak degan asosda shuni bu maktabni qurgan. Bir maktabning o'qituvchilar qo'shini shu maktabning taraqqiy qilishi yoki vayron bo'lishidagi muhim omillarning biridir. Bu maktab ma'rifni chin yurikidan suydigan, qalbi milliy ma'rif uchun kuyayotgan bir turkum jangovar
va sarxil kasbiy o'qituvchilar qo'shiniga ega bo'lib, bu qo'shin 2 nafar doktor, 3 nafar magistr, 3 nafar bakalavr, 2 nafar maxsus kurs saviyasiga ega tajribalik ilg'or o'qituvchilardan tarkib topgan. Bu qo'shin zamonaviy ma'arif boshqarish tizimining to'g'ri yetakchiligida tavfiq ruhini joriy qildirib, o'qi Uyg'ur mash'ilini egiz ko'tarib, Turkiyadagi o'qishsiz qolgan yetim bolalar va oila qiyinchilik sababidan o'qishni davomlashtirish imkoniyatiga erishamagan bolalardan tunji turkumda 30 nafarni maktabga qabul qilib, bolalarni butunlay yaxsiz o'qitib, ularning o'qish, yotoq, tomoq va turmush masalalarini to'liq hal qildi. Hozir bu o'quvchilarning hammasi Turkiya davlat maktablariga o'qishga o'rinlashtirilish bilan birga yetakchi o'qituvchilarning tarbiyasida oila illiqligidan bahramand bo'lib, sog'lom o'sib yetilmoqda. Bu maktabda o'qiyotgan o'quvchilar hukumat maktablarida normal Turkiya davlat ma'rifida tarbiyalanish bilan birga har kuni atigan va kechda bilik yurtidagi o'qituvchilarning yordamida turk maktablaridagi topshiriqlarni to'liq o'rinlagandan sirt zamonaviy ko'p iqtidorli darsxonalarda ona til, Qur'oni Karim, Uyg'ur adabiyoti, Uyg'ur madaniyati, tarix, axloq va islom bilimlari, inglizcha, kompyuter, turkcha qatorliq darslarda sistemalik tarbiyalanadi. Uningdan boshqa maktab kutubxonasiga 2000 parchaga yaqin diniy, adabiy, tarix va tabiiy fanga oid Uyg'urcha, arabcha, turkcha va ingliz kitoblar to'liqlangan bo'lib, kutubxona o'quvchilarining darsdan sirtqi ma'naviy dunyosini beyitishga alohida sharoit yaratib bermoqda. Maktabning kamtuklaridan, masalan, maktabimizning texnik kutubxonalaridan qizlar tarafdan kutubxonasi qilanmadik, qizlarning kompyuter olanmadik, masjidga joy namoz olanmadik. Bu bir. Andan keyin biz asli maktabimizningki osti qavatida o'g'illarga remontchilik, to'qchilik, suvchilik, hunar o'qitadigan planimiz bor. Bularni bizda bir saymallarga, ya'ni iqtisodga ehtiyojimiz bor. Qizlarning mashinchilik, degan tikuvchilik, tamoq etish, o'yratlash degandek qizlarga bir hunar o'rgatimiz bor. Hunar o'qitadigan planimiz bor. Uylar tayyor, ammo saymallarga o'qituvchi ehtiyojimiz bor. Kitobning taxminan yana $200,000 ehtiyoji bor. Qurilishning butunlay bitishi uchun. Ammo oyda minib turish uchun $10,000 ehtiyoji bor. Hozir bizning maktab men xalqiday bütün Uyg'urning mol-mulki ma'vo. Biz yerdan tortib setib oldik. Bütün maktabni hammani Uyg'urning nomida pul chiqib saldik. Ana Uyg'urlarning mush vaqtiga sahib chiqib, mush vaqtiga ega chiqib, buningdan keyin vaqtimizning va maktabimizning taraqqiyoti uchun o'ylayman-da bir 100 Uyg'ur dunyodagi 100 Uyg'ur oyda bizga $100 dan pul bersa, maktabimiz mushunda mang'udu, ona til, diniy dars, Qur'on, fanniy dars, o'ylab boqinglar, o'zinglar ko'rdinglar, 160 o'quvchimizning ichida birmi fanniy bar maktabga bormaydigan bola yo'q, birmi Uyg'ur tilini bilmaydigan bola yo'q, birmi Qur'onni bilmaydigan bola yo'q. Maktabning muhiti ozoda, yo'riq, aslahalar to'liq va keng kushadi yotoq rayoni o'tgan yili rasmiy bitib ishga kirishtirilgan bo'lib, hozir bir vaqtda 400 dan ko'proq o'quvchi yotoqda yetib o'qiy oladi. Maktab oshxonasida bemalol tomoq yeyalaydi. Ayrım selingan qizlar o'qitish binosi va o'g'illar o'qitish binosining har biriga birdan masjid o'rnashtirilgan bo'lib, o'quvchilarning diniy ilmiga bo'lgan ishtiyoqini to'liq qondirish maqsadida hofizlik sinfi, aqida tavhid darslari, har kuni muntazam o'tiladigan Qur'oni Karimni go'zal tilovat qilish sinflari yo'lga qo'yilgan. Undan boshqa maktab yana o'quvchilarning fanniy bilimlarini o'rganishiga alohida ahamiyat bergan bo'lib, o'quvchilar uchun mukammal bo'lgan kutubxona, kompyuter uyi, basketbol maydoni, fizik tajribaxonasi, go'zal san'at uyi va chiniq zallarni ta'sis qilgan bo'lib, o'quvchilarning darsdan sirtqi vaqtlarini o'z qiziqishlari bo'yicha zamonaviy tor texnikalarini o'rganish, kitob o'qish, chiniqish, har xil elektronlik aeroplan, mashina modellarini yasash qatorliq ahamiyatli ishlar bilan o'tkazish uchun yetarli imkoniyatlarni hozirlab berdi. Maktab yana har yil yozlik ta'tilda dunyoning har qaysi joylaridan yozlik ta'tillik Uyg'ur o'quvchilarini qabul qiladigan quyuq Uyg'ur tillik kurs ta'sis qilgan bo'lib, o'quvchilarni saf havo, güzel tabiat manzaralaridan huzurlantirish imkoniyati yaratish bilan bir vaqtda butunlay Uyg'urcha muhitda Uyg'ur bolalar bilan Uyg'urcha o'qish, paranglashish, o'ynash va tabiat bilan bevosita uchrashish, muzeylarni ekskursiya qilish fursatiga erishib qolmay, ta'tilni ahamiyatli va ma'nilik o'tkazalaydigan sharoitlarni hozirlab berdi. Din va fan birlashtirilgan ona tildagi qo'sh yo'nalishlik ilmiy o'qitish, bolalarning ma'naviy dunyosini beyitadigan rangarang darsdan sirtqi faoliyatlar, shundaqla maktabning dengiz atrofida bo'lish va tinch, manzarlik shahar atrofi rayoniga joylashishdagi afzalliklar bilan farzandlarimizning yozlik ta'til uchun eng oqilona tanlashiga aylanmoqda.